Assalomu alaykum deymiz. Barchangizga xayrli kun tilagan holda qadrli muxlislarimiz, Yo'l-yo'lakay dasturini boshladik. Eslatib o'tamiz, ushbu loyihamiz Buxoro telekanali hamda FM 101 Buxoro radiosi orqali to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatiladi. Loyihamizda faol ishtirok eting deymiz. Soatimiz 16:00 ni ko'rsatmoqda va har seshanba 16:00 dan 17:00 ga qadar sizning loyihangiz Yo'l-yo'lakay dasturi efirga uzatiladi. Bugun ham dasturimizda faol ishtirok eting. Suhbatdoshlarimizni tanishtirib o'tamiz. Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati rahbari Ulug'bek Shukrulayev hamda u kishining hamrohlari bugun Ichki ishlar boshqarmasi tashkiliy boshqarma boshlig'i o'rinbosari podpolkovnik Oybek Primov. Assalomu alaykum, dasturimizda xush ko'rdik sizlarni. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, hurmatli teletomoshabinlar. Darhaqiqat bugun demak Yo'l-yo'lakay dasturi juda ham faol, ya'ni biz ikkinchi efirni boshlab oldik. Ya'ni demak dasturdan tashqari biz bugun tashrif buyurgan mehmonlar borasida bugun nima deydi, ekstreni efir tashkil qilishga majbur bo'ldik va ushbu efirni muvaffaqiyatli amalga oshirdik va demak dastur bo'yicha esa belgilangan reja asosida mana 16:00 da biz asosiy Yo'l-yo'lakay eshittirishni boshlab oldik va yurtdoshlarimiz ham bugun faol bo'lishadi degan umidda biza va barchaga yana bir bor assalom Buxoro deb qolamiz. Demak, dasturimizda bugun ham dolzarb mavzular bo'yicha so'z yuritamiz. Shu bilan birgalikda mutaxassislarimizga qanday savollar bor? Bevosita 65 kodi bilan 223 96 18 223 98 38 raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Shu bilan birgalikda elektron pochta belgisi Buxoro Radiobot shu manzil uzra qadrli muxlislarimiz savollarni ham yo'llashingiz mumkin. Dasturimizda faol ishtirok eting. Va an'anaviy tarzda savolimiz o'sha bir hafta davomida fuqarolarimiz tomonidan berilgan savollar bo'yicha, murojaatlar bo'yicha qanday ishlar amalga oshirildi? Darhaqiqat mana o'tgan sonda ham biz juda ham mazmunli suhbatlar o'tkazgan edik va ko'p sonli muxlislarimiz, kuzatuvchilarimiz, ayniqsa Yo'l-yo'lakay eshittirishimizning demak ashaddiy muxlislari tomonidan dolzarb mavzularda takliflar, mulohazalar, savollar yo'llangan edi va ushbu barcha nomalar biz bevosita belgilab olib yozib olgan edik va mas'ullarimizga demak dastur yakunidan so'ng yetkazdik va ushbu yetkazilgan masalalar yuzasidan mas'ullar tomonidan atroflicha har bir murojaat ko'rib chiqildi, o'rganildi va demak bartaraf etilgan murojaatlarni yurtdoshlarimiz o'zlari shaxsan joylarda guvohiga aylanishdi. Jumladan shu Buxoro shahridagi yuzaga kelgan ayrim noqulayliklar borasida o'sha yo'llardagi noqulayliklar bartaraf etilganligini ma'lum qilamiz. Shuningdek, shahar tumanlardan murojaat qilgan fuqarolarimiz bo'yicha ham mas'ullarimiz ular bilan bevosita bog'lanishdi va bog'langan holatda ularning ham murojaatlari demak o'sha bartaraf etildi. Ayrim murojaatlar yuzasidan esa o'sha vaqt talab etilganligi bois ushbu murojaatlar o'rganish jarayonida, ya'ni ma'lum bir muddatlarda o'sha dasturlar, rejalar, moliyaviy tomonlari ishlab chiqilgandan so'ng boshqa o'sha murojaat yechilmagan murojaatlar ham bosqichma-bosqich albatta yechiladi. Yana bir eng asosiy masalalardan biri Mehnus opa bugun mana dasturning boshidan oldin bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Ya'ni bu e'lon ham deb hisoblasak bo'ladi. Ya'ni kim? Qadrli yurtdoshlar, hurmatli radio tinglovchilar, hurmatli teletomoshabinlar, 2026-yil 1-iyul sanasidan boshlab O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining tegishli farmoyishiga asosan respublikamiz bo'ylab xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli profilaktik tadbirlarning ikkinchi bosqichiga start beriladi. Ya'ni ushbu tadbir demak ertadan boshlanadi va ushbu tadbir doirasida Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi rahbariyat tomonidan ham tegishli farmoyish ishlab chiqildi, reja topshiriqlar, yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Bevosita boshqarma boshlig'ining barcha o'rinbosarlari tomonidan har bitta viloyatimizning shahar tumanlari, ya'ni 13 ta shahar tumanlarida ishchi guruhlar tashkil etildi, shtablar tashkil etildi va ushbu shtablar tomonidan mana ish jarayonlari bugun demak qizg'in boshlanmoqda. O'ylaymanki, ushbu tadbir doirasida barcha fuqarolarimizning faol bo'lishiga biz chorlab qolamiz va yana bir narsani asosan alohida ta'kidlab o'tmoqchi edikki, ushbu tadbirlar doirasida biz ichki ishlar organlari xodimlarining asosiy vazifasi, ya'ni siz yurtdosh qadrli fuqarolarimizni jarimaga tortish yoki qandaydir bir javobgarlikka tortish emas, aksincha huquqbuzarliklarga qarshi kurashish, jinoyatchilikni erta oldini, barvaqt oldini olish va eng pirovardida xavfsizlikni, osoyishtalikni ta'minlash va har bir ichki ishlar organi xodimlarini xalqchil tizilma ekanligini
yurtdoshlarimizga yana bir bor ko'rsatib berish. Ushbu oylik doirasida, ushbu oylikdan so'ng ham biz ushbu profilaktik ishlarni albatta muntazam ravishda davom ettiramiz. Shunday ekan, ammo mana shu oylik doirasida biz yanada kuchaytirilgan tarzda ishlarni amalga oshiramiz. Ushbu tadbirning yana bir narsasi ahamiyatliki, ushbu tadbir O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 2-noyabr kuni qabul qilingan 207-sonli farmoni, ya'ni o'sha giyohvandlikka qarshi kurash, millat genofondini asrash borasidagi farmonda belgilab o'tilgan chora-tadbirlarning ham bir bandi bo'yicha ya'ni amalga oshirilmoqda. Ya'ni ushbu farmonda aynan demak mart-aprel oylarida, iyul-avgust oylarida va oktyabr-noyabr oylarida xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli profilaktik tadbirlarni o'tkazish nazarda tutilgan va ushbu nazarda tutilgan demak farmondagi demak ijro bugun ana ikkinchi bosqichi amalda ertadan kuchga kiradi. Bu haqda esa keling. Va keling mana aynan shu giyohvandlik vositalarida bugungi kunda hukumatimiz tomonidan bevosita muhtaram yurtboshimizni bu tashvishga solib turganligi va barcha vazirlik idoralarni, qolaversa administratsiyani va bu borada hukumat tomonidan qonunchilikda ham yangiliklar kiritildi va shu borada biz ko'proq yurtdoshlarimizga aynan nimalar kiritilganligi, bu qonunchilikda ularning jazo turlari qanday demak turlarga o'zgartirildi yoki qo'shimchalar kiritilganligi to'g'risida biz bevosita mutaxassisimizni ham taklif qildik. Ichki ishlar boshqarmasi demak tashkiliy boshqarma boshlig'ining o'rinbosari Oybek Pirimov bu haqda yana yurtdoshlarimizga batafsilroq o'z tushunchalarini aytib o'tadilar. Marhamat. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar, hurmatli hamkasblar. Quyida mana dolzarb, shu kecha kunduzda juda ham dolzarb bo'layotgan mavzu bu giyohvandlik masalasi. Demak, bu kun tartibida hozir juda ham barcha ommaviy axborot vositalari matbuotda keng yoritilyapti. Buning mazmuni, mohiyati yetkazilyapti. O'sha yaqinda qabul qilindi, 11-iyun kuni qabul qilingan qonun bu, ya'ni o'sha O'zbekiston Respublikasining giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar yoki ularning analoglari, kuchli zaharli ta'sir qiluvchi moddalarga o'sha qarshi kurash borasidagi qonunchilikni yana ham bir mustahkamlab, jadal o'sha dolzarb ekanligini bir misol deb aytishimiz mumkin. Shu o'rinda o'sha bu qonun qabul qilinishiga, demak, o'sha qonunchilikdagi mavjud bo'shliqlar, so'nggi yillarda o'sha qonunlarimizni qo'llash amaliyotida kelib chiqayotgan muammolar ko'rib chiqildi va qamrab olindi. Va o'sha qonunlarimiz bu yerda shu giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar, ularning analoglarini dan o'sha qonunga xilof ravishda muomala qilish borasidagi jinoyatchilikni demak takomillashtirish, tizimlashtirish va o'sha tartibga solish asosiy maqsad qilgan edi. Bu o'sha qonunchilikda tizimlashtirildi va mavjud o'sha so'nggi yillarda kirib kelayotgan o'sha narko laboratoriya, bu juda ham hozirgi kunda hammamizni tashvishga solyapti. O'sha ilgari yo'q edi bizda shunaqa modda. Bu narsa uchramas edi-da. Endi amaliyotda biz mana necha yillardan beri shu sohada faoliyat ko'rsatib kelayotgan bo'lsak, o'sha tergov sohasida ham narko laboratoriya tushunchasi bu bizga yot edi. Ko'proq o'sha boshqa davlatlarda o'sha giyohvandlik vositalarini laboratoriya usulida tayyorlash bor edi. Mana so'nggi yillarda kirib keldi. Bizda ham demak bu talab qilindi shu qonunni qabul qilishga. Albatta. Natijada hozir o'sha narko laboratoriya tashkil qilganlik uchun javobgarlik belgilandi, aniq qilib belgilandi va o'sha narko laboratoriya tashkil qilganlik uchun javobgarlik keskin kuchaytirildi. Albatta. Kuchaytirildi. Qolaversa mana o'sha boshqa giyohvandlik vositalari bilan bog'liq, qonunga xilof muomala qilish bilan bog'liq jinoyatlarga qarshi kurashishdagi o'sha bangixona alohida norma sifatida qabul qilindi. Yangi modda sifatida qabul qilindi. Buni o'sha tergov ishlarini tergov qilishda, sud jarayonlarida bu o'sha bir qancha o'sha noaniqliklarni bartaraf etadi va yechildi o'sha muammo yechildi va javobgarlik javobgarlik va o'sha jazo muqarrarligini ta'minlashda juda ham ahamiyati katta deb hisoblaymiz. Albatta. Qolaversa ushbu moddada juda ham keng qamrovli 3 ta kodeksimizga va 2 ta qonunga o'zgartirishlar kiritildi. Endi uni tarkibi juda ham keng yoritilgan. Har bir o'sha jarayonga, har bir holatga
o'z nimasi yondashuvlari mavjud. alohida yondashuvlari mavjud. Shu tufayli bu yerda hozir mana zamonaviy ko'rinishlari mavjud. Misol uchun uni reklama qilish. giyohvand vositalarni reklama qilish. Giyohvand vositalar. Uning uchun ham mana javobgarlik qat'iy belgilandi. Avvallar bu narsa yo'q edi, qonunchiligimizda mavjud emas edi. Va bu narsalarni bular hammasi o'sha tizimli, o'sha narkotik moddalarga, giyohvandlik vositalariga qarshi kurashda tizimli jarayon hisoblanadi. Buni hozir mana tergov amaliyotida, sud amaliyotida endi kelajakda juda ham yaxshi o'zini samarasini berib boradi va kelgusida mana shu yo'nalishdagi jinoyatlarni nafaqat uni aniqlash va jazolash, qolaversa uni profilaktika qilish, oldini olish, shu sohadagi jinoyatlarni kamaytirish ham asosiy maqsad. Sababi bu yerda aholi salomatligi va genofondi deyilyapti. Demak, kelajak avlod, shu yurtimizni farovonligi, ravnaqi bu yerda eng dolzarb o'lib hisoblanadi. Nazarda tutilgan shu narsa. Asosiy masala shu. Bu yerda javobgarlik, jazoni kuchaytirish, bularning hammasini tag zamirida, tub mohiyatda shu narsa. Millat genofondini asrab, eng avvalo shu. Ya'ni mana muhtaram yurtboshimiz tomonidan 2026-yil yanvar oyida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida 4 ta ustuvor yo'nalish belgilab berilgan edi. Ya'ni bu birinchisi demak mana shu uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish. Ikkinchisi bu aynan giyohvand vositalarni tarqalishini oldini olish, ularga qarshi kurashish. Uchinchisi esa bu eng ko'p globallashib borayotgan kiber jinoyatlarga qarshi kurashish va to'rtinchisi yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish borasidagi jinoyatlarni oldini olish borasida 4 ta ustuvor vazifa demak belgilab berildiki, ushbu ustuvor vazifalar doirasida nafaqat ichki ishlar vazirligi, barcha kuch tuzilmalari tomonidan bugungi kunda demak ushbu jinoyatlarni oldini olish borasida chora tadbirlar amalga oshmoqda. Birgina shularning ichidan giyohvand vositalarga qarshi kurash borasida hukumatimiz tomonidan o'zi 2025-yil noyabr oyida farmon qabul qilingan edi. Muhtaram yurtboshimiz tomonidan. Demak, ushbu farmonni yana ijrosi, yanada mana shu bugungi kunda o'sha qonunchiligimizda mavjud bo'shliqlarni to'ldirish, mana shu huquqiy asosini belgilash va yangi kirib kelgan mana shu narkolaboratoriya, bangixona, ularni ana shu targ'ib qilish va hokazo kabi holatlar bo'yicha aniq javobgarlik masalasi aynan O'zbekiston Respublikasining 1151-sonli qonuni asosida belgilandiki, endilikda 276-1, 276-2 va 276-3 moddalari jinoyat kodeksiga yangilik sifatida qo'shildi. Va bular borasida ularning aniq muayyan javobgarligi va javobgarlik ham qanday 10 yildan kam bo'lmagan miqdorda nima jazo muddatlari. Yana bitta ahamiyatli joyi shundaki, endilikda giyohvand vositalari bilan javobgar bo'lgan, ularga nisbatan hukm o'qilgan shaxslar jazo muddatini to'liq o'tashga majburdirlar. Ya'ni endi ilgarigi kabi af degan narsalar yoki o'sha jazo muddatini 2dan 1 qismi o'talgandan keyin ularni ozod qilish kabi, kechirish kabi holatlarga yo'l qo'yilmaydi. Ya'ni ularga nisbatan qo'yilgan jazo to'liq o'talishi shart. Shunday ekan, biz barcha fuqarolarimizdan, barcha yurtdoshlarimizdan fursatdan foydalanib, albatta ushbu illatga qarshi birgalikda kurashishga, ushbu illatni oldini olishga, jamiyatimiz, millat genofondini asrash uchun barchamiz bir tanajon bo'lib ushbu demak yo'lda birlashgan holatda ishlarni amalga oshirishimiz lozimligini eslatib o'tmoqchiman, chunki ushbu illat bo'lmasa, qandaydir bir kirib kelaversa, biz o'sha jarohatlangan inson kim bo'ladi? O'sha bizning yaqinimiz bo'ladi, o'sha biz atrofida o'rab turuvchi insonlar bo'ladi. Lekin ushbu illatga demak qo'l urgan, azob bo'lgan yoki o'sha duchor bo'lgan fuqarolar nechog'lik og'ir oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkinligini biz albatta hammamiz ko'rganmiz, eshitganmiz, ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatamiz, his qilamiz. Lekin mana shunday kabi og'ir oqibatlar ertaga yuzaga kelmasligi uchun albatta bu narsaga qarshi hammamiz bir yoqdan bosh chiqarishga majburmiz va vazirlik tomonidan joriy etilgan Stop Narkobot boti mavjud. Kimda-kim mana shu kabi holatlarni eshitgan bo'lsa, qanaqadir ma'lumotga ega bo'lsa, mana shu Stop Narkobot botiga ma'lumotlarni yuklashi mumkin yoki 112 raqami orqali o'sha ma'lumotlarni yetkazishlari mumkin. Yetkazilgan ma'lumotlar albatta sir saqlanadi, fuqarolarning ham shaxsi sir saqlanadi va bu borada siz o'zingizni hissangizni qo'shgan bo'lasiz. O'ylaymanki, biz shunchaki aytilgan fikrlarni gap deb qabul qilmaysiz, zero har bir jinoyat, har bir sodir etilayotgan holatga befarq bo'lmaslik bu ertaga davlatimiz, jamiyatimiz, yoshlarimiz, kelajak avlodimiz uchun bo'lgan qarash deb bilishlaringizni xohlardik, hurmatli yurtdoshlar.
Albatta giyohvandlik bu asr vabosi, bu illat, bu jaholat hisoblanadi. Unga qarshi birgalikda kurashish bu barchamizning insoniylik burchimizdir. Qadrli muxlislar, biz esa Yo'l yo'lakay dasturini davom ettiramiz. Eslatib o'tamiz, ushbu loyihamiz Buxoro telekanali hamda FM 101.3 Buxoro radiosi orqali to'g'ridan to'g'ri efirga uzatilmoqda. Savollar ko'p, elektron pochta belgisi Buxoro radio bot manzil uzra ham savollar ko'p kelgan. Undan oldin esa biz demak suhbatimizni qo'ng'iroqlar orqali davom ettiramiz. Telefonlar bor ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qadrli muxlisimiz, jonli efirdasiz, tanishtirib o'tasiz o'zingizni eng avvalo. Men G'ulomfakdanman, Rabotakdan. Eshitamiz savolingizni, murojaatingizni. Ulug'bek aka murojaatim bor edi. Marhamat. Assalomu alaykum. Ulug'bek aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Men Rabotakdan bo'laman. Yangi domlardan, kottejlardan. Mirzo, ha? O'ktam. Ha, O'ktam aka, nima taklifingiz bor yo bir nomangiz? Biza taklifimiz shu yo'l bo'yicha murojaat qilayotganda, bitta nazorat qo'yib berishlaringizni so'rayotgandim. Qaysi nuqtaga? M37 yo'ligami? Hozir Maxosadan Rabotakka keldik, nazorat bor, qaytib olishga. Hozir o'sha nima ta'mirlash ishlari olib borayotganligi yuzasidan naqa ochilgan o'sha yerda svetofor qo'yilgan. Svetoforni olib tashladilar. Svetoforni olib tashladilar. Biza o'sha nazorat qilib kattanglardan bu yoqqa o'tishimiz kerakda 16-maktabga. Farzandlarimizni ertalabki maktabga qo'yish uchun bizda tirbandlik sababli borib Maxosadan borib nazorat qilib kelishga to'g'ri kelyapti-da. Araliq masofa qancha? 1,5 kilometrmi o'rtacha yo 1 kilometr adashmasam? Shunday. Agar iloji bo'lsa, albatta biz taklifni kiritamiz, lekin bu ochiladi deb ham sizga va'da bermaymiz O'ktam aka. Mayli, biz albatta taklifni bu mutasaddilarga yetkazamiz. Yana bir narsani inobatga olishingizni xohlardik. Bilsangiz, ushbu avtomobil yo'li magistral avtomobil yo'li, ya'ni xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan avtomobil yo'l. Samarqand, Buxoro, Turkmanboshi avtomobil yo'lining 264-kilometri, siz aytgan nuqta Rabotak aholi yashash punkti deyiladi. Ushbu aholi yashash punktida bilsangiz, har ikki tomonda aholi borligi va mana shu maktabga o'tib qaytish uchun aynan o'sha nuqtada tartibga solinuvchi svetofor qurilmasi o'rnatib berildi, o'sha fuqarolarimizni xavfsizligini ta'minlash uchun. Endi biz albatta ushbu taklifni ko'rib chiqib, mas'ullar bilan o'rgangan holda kelgusi dasturgacha yangiliklar borasida sizlarga xabar yetkazamiz. qishki paytga Tushundim, belgilab oldim. Shu masala bo'yicha albatta biz kelgusi sonlargacha amalga oshirilgan ishlar to'g'risida sizlarga yana bir bor to'xtalib o'tamiz. Katta rahmat. Demak, takliflar yozib olindi. Bizda esa yana bir qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jonli efirdasiz, marhamat, o'zingizni tanishtirib o'tasiz. Ismim Shahnoza. Ulug'bek akaga savolim bor. Olib borilayotgan islohotlari juda ham ajoyib. Hozir mana aytib o'tganlaridek xavfsiz va sog'lom yurt profilaktik tadbiri boshlanganlari haqida aytdilar. Ushbu tadbir doirasida Buxoro viloyatida qaysi yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratiladi? Hamda voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha qanday ishlar amalga oshiriladi? Tashakkur deymiz savol uchun. Katta rahmat. Demak, avvalambor mana befarq bo'lmagan yurtdoshlarimiz uchun alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Demak, ushbu tadbir doirasida barcha yo'nalishlar qamrab olinadi. Ya'ni probatsiya hisobda turuvchilar bilan bevosita suhbatlar o'tkaziladi, nizoli oilalarni yarashtirish choralari ko'riladi, surunkali ichuvchilar bilan alohida tushuntirish ishlari olib borib, ularni o'sha sog'lom turmush tarziga qaytarish ishlari demak amalga oshiriladi. Tong tadbirlari, tungi reydlar kuchaytiriladi va shu jumladan mana bizda bugungi kunda voyaga yetmaganlar markazi mavjud. Shu markazda mas'ul xodimlarimiz, malakali xodimlarimiz tomonidan voyaga yetmagan markazga kelgan o'sha demak bolalarimizga, qizlarimizga, o'g'illarimizga demak inspektor psixologlarimiz, tarbiyachilarimiz, shifokorlarimiz demak xizmat ko'rsatishmoqda va ularni o'sha hayotga qaytarish, ularni normal hayotga o'sha demak jamiyatga kerakli inson qilib tarbiyalab, ularni ham o'sha o'z egalariga qaytarish borasida ham kuchaytirilgan tartibda demak tadbirlar, jarayonlar amalga oshiriladi va o'ylaymanki biz aynan tadbir doirasida xavfsiz va sog'lom yurt tadbir doirasida aynan markaz rahbari Iboda va Shahnoza opamizni ham kelgusi sonda taklif etamiz va u kishi bilan aynan bir hafta davomida amalga oshirilgan ishlar, uning natijadorligi va
o'sha yoshlarni kerak bo'lsa misol tariqasida o'zlarini ham kerak bo'lsa taklif qilamizki, bu boshqalarga ham o'rnak bo'lsin, dars bo'lsin. Ya'ni ayrim ota-onalarimiz to'g'ri farzandlarini mana shunday qarovsiz qoldirib ketishadi yoki tashlab ketishadi. Bu ertaga necha o'g'il farzand tarbiyasiga qattiq jiddiy ta'sir ko'rsatishini va biz soha mutaxassislari bunga hech qachon befarq, davlatimiz bunga hech qachon befarq qarab turmaydi. Har bir bola uchun u mehribon, har bir bola bizning farzandimiz va uning erta jamiyatda mukammal ertaga kerakli inson bo'lib yetishi uchun mutasaddilar doim xizmatda, izlanishda va uning rivoji yo'lida xizmatda ekanliklarini yana bir bor ta'kidlab o'tamiz. Biz esa sohaga oid bo'lgan yangiliklarni, mana shunday bir ishlarni, targ'ibot ishlarini dasturimiz orqali, loyihamiz orqali yoritishda davom etamiz. Tomosha qilayotganingiz, tinglayotganingiz Yo'l-yo'lakay loyihasi. Bizda esa qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Xo'p, nomalarni o'qishimiz kerak ekan, vaqt nomalarga yetib keldi. Savollar ko'p kelgan. Elektron pochta belgisi Buxoro radio bot manzili uzra kelgan savollarni o'qishni boshladik. Assalomu alaykum. Xo'p, shaharda palasalarga kameralar ish faoliyatidami? Demak, hurmatli yurtdoshlar, nafaqat shaharda, viloyatimizda barcha o'rnatilgan demak, o'sha kameralar o'z ish faoliyatini boyo'y rejim, ya'ni offline rejimda ishlayapti. 24/7, ya'ni raqamlashtirish jadal suratlarda yana davom ettirilyapti. Har bir jabhada nafaqat birgina yo'l harakati, biz barcha jabhada bugungi kunda raqamlashtirish ishlari jadal suratlarda olmoqda. Ma'lumot o'rnida bir narsani alohida aytib o'tmoqchi edim qadrli yurtdoshlarimizga-ki, bugungi kunda birgina Buxoro viloyatida demak 15 mingdan ortiq video kuzatuv kameralari o'rnatilgan. Ya'ni bu bizga nimani beradi? Bu bizga shuni beradiki, o'sha barvaqt o'sha erta jinoyatchilikni oldini olish, uni jilovlash, ya'ni qayerda kamera bo'lsa, bilamizki, xohlaysizmi yo'qmi istalgan tarzda qandaydir bir baxtsizlik yoki nimadir bir nima deydi, jinoyatga qo'l urmoqchi bo'lgan ham odam bir atrofga bir teran bir nazar boqadi, sergak bo'ladi, yo'q, bu yerda kamera bor ekan qilmayman. Umuman bu narsaga qarshi kurashish natijadorligi albatta raqamlashtirish. Muhtaram yurtboshimiz nima deyaptilar? Raqamlashtirish va yana qayta raqamlashtirish. Raqamlashtirish orqali biz katta natijadorlikka erishamiz. Ya'ni har bir jabhani agar raqamlashtirib borsak, bularni integratsiya qilsak, ya'ni doimiy kuzatuv, nazorat o'rnatilsa, avtomatik tarzda nima deydi, inson omili kamayadi va biz shu orqali huquqbuzarliklarni oldini olishda o'z ishimizni samaradorligini ko'rsata olamiz. Ya'niki bundan ko'zlangan maqsad kameralar orqali insonlarni qo'rqitish emas, balki farovonligini oshirish, ya'ni xavfsizlikni ta'minlash va yo'llarda o'rnatilgan polasa uchun yo boshqa narsa uchun kameralar ham, hurmatli yurtdoshlar, bir narsani to'g'ri qabul qilishlarini so'raymiz. Jarimaga tortish emas, qaytanga o'sha yo'lda harakat xavfsizligini tartibga solish. Ya'ni har bir amalga oshirilayotgan islohotning tub zamirida inson omili, inson manfaati, xalq farovonligi, yurt tinchligi yotibdi. Ya'ni biz soha mutaxassislari hukumatimiz tomonidan qabul qilinayotgan har qanday qaror yoki qonun albatta ular keng jamoatchilik tomonidan ma'qullangandan keyingina qabul qilinishini ham inobatga olishlarini va har bir o'rnatilgan narsa so'zi bizning xavfsizligimiz uchun ekanligini unutmaylik. Ya'ni kamera bo'ladimi, boshqa vosita bo'ladimi, bu sizni jarimaga emas, aksiga siz o'zingiz yo'lingizda doim to'g'ri qoidalar bilan yoki biror bir joyda nojo'ya harakat qilib yoki biror bir tamaki mahsulotni noto'g'ri joyga chakib qo'ymasangiz, u kamera sizni hech qachon fiksatsiya qilmaydi. Lekin xohlaymizmi yo'qmi, ba'zida insonlarimiz, fuqarolarimiz qandaydir mavjud o'sha qonun, qoidalar, normalarni bila turib qoidalarni buzishadi yoki amal qilishmaydi, unga zid xatti-harakatlarni qilishadi va bu albatta o'z navbatida ertaga javobgarlikka sabab bo'ladi va bizning jamiyatda bugungi kunda qonun ustuvor, jazo esa muqarrar ekanligini hech qachon unutmaylik. Qadrli muxlislarimiz, biz esa loyihamiz davom ettiramiz. Savollar juda ko'p ekan. Tez o'qiymiz, murojaatlar, takliflar bor. Tezda javob berib o'tamiz. Vaqtni inobatga olgan holda. Assalomu alaykum. Efirlaringizga omad, juda ham yaxshi efir bo'lyapti. Taklifim bor edi. Buxoro xalqaro aeroporti yana Buxoroda Naqshbandi hamda Orifon ko'chasi kesishmasida svetofor o'rnatilsa juda yaxshi bo'lar edi. Rahmat. Belgilab olindi. Albatta biz buni mas'ullarga dastur yakunidan so'ng yetkazamiz. Bu taklif. Yana davomi bor ekan. Ikkinchisi iltimos, Buxoro shahar Otbozor mahalla fuqarolar yig'inida yo'lida juda katta yama paydo bo'lgan. Avtomashinalar qarama-qarshi yo'lga chiqib harakat qiladi. Shuni ta'mirlashga yordam berishingizni so'rayman. Bu murojaat. Murojaatni belgilab oldik va bu zudlikda dastur yakunidan so'ng mas'ullar tomonidan borib o'rganilib, bartaraf qilish choralari ko'riladi. Xo'p, yana bir taklif. Assalomu alaykum. Geofizikadan masjidga kirish uchun Kalenin pavorotdan burilib kelish kerak. Shuni oldinroqdan qayrilib olish joyini ochishni iloji bormi? Vaqt ketadi. Xo'p, bu yerda ba'zi bir omillar sabab qilib ko'rsatilgan asosli, lekin bular gazni yo'lidagidek qayrilib olish joyini kanaldan keyin qursa bo'ladi.
joy bor. Bu taklif Istam Qurbonov tomonidan yo'llangan noma. Istam Qurbonovga quyidagilarni ma'lum qilamiz. Albatta bu narsa demak yuborilgan. Bu demak o'sha transport boshqarmasi, transport vazirligiga bu hukumat tomonidan belgilanayotgan, ya'ni bu xalqaro avtomobil yo'li biz mas'ullar yoki hokimiyat vakillari yoki Buxoro viloyati avtomobil yo'llari bosh boshqarmasi tomonidan emas, aksincha Respublika transport vazirligi tomonidan tasdiqlanadi. Chunki bu xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan avtomobil yo'li. Bu loyiha smeta hujjatlari demak Xitoy Xalq Respublikasi tomonidan o'zaro kelishgan holda tashkil etilgan. Ya'ni nechta joyda qayrilib olish joyi, nechta joyda ko'prik, qayerda yer osti o'tish joylari, qayerda svetofor, qayerda esa o'sha tartibga solingan piyodalar o'tish joylari bo'lish lozimligi smeta hujjatlarida dastavval tasdiqdan o'tgan. Ushbu yo'lga o'zgartirish kiritish borasida esa bu avtomobil yo'li to'liq vod qilinib topshirilgandan so'ng esa keyingi etaplar amalga oshiriladi. Hozirgi etapda esa biz albatta bu narsaga nima deydi, to'g'ri ma'noda qabul qilganda, ya'ni standartlashtirilgan bu avtomobil hozir shunaqa bir zamonaviy tekis ko'rinishga ega bo'ldiki, bu jahon standartlariga to'liq javob beradigan. Ilgari qanaqa edi, hozir qanaqa ahvolda. Endi to'g'ri ozgina bir masofa o'zgargan bo'lishi mumkin, lekin mavjud vaziyatni hurmatli yurtdoshlarimizdan, o'sha atrofda istiqomat qiluvchi fuqarolardan qolaversa o'zim shaxsan ham o'sha hududda istiqomat qilaman, o'sha atrofda. Ya'ni Gayfisiga, Qo'rg'onda. To'g'ri menga ham uzoqlashdi, lekin men mavjud vaziyatni o'zim o'sha bila turib, bu narsaga ko'nikib, endi araliq masofa deylik 1 kilometrni tashkil qiladi, lekin mayli o'sha standart asosida bu xavfsiz, qayrilib olish joyidan qayrilib kelaman. Demakki, hurmatli yurtdoshlarimizdan ushbu hujjatlar demak shu yil oxiriga qadar to'liq tasdiqdan o'tgandan keyin qolgan operatsiyalar, qolgan amaliyot keyinchalik yana amalga oshirish mumkinligini eslatib o'tamiz. Javob uchun rahmat. Qadrli muxlislarimiz, siz Yo'l-yo'lakay dasturini tinglayapsiz, tomosha qilyapsiz. Ushbu loyihamiz ayni damda jonli efirimiz Buxoro telekanali hamda FM 101 Buxoro radiosi orqali to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatilmoqda. Chiroyli bir qo'shiqni ayni damda efirga uzatamiz. Undan so'ng esa loyihamizni davom ettiramiz. Faol ishtirok. Chiroyli qo'shiqni birgalikda tingladik. Qadrli muxlislarimiz, loyihamiz davom etadi. Eslatib o'tamiz, ushbu dasturimiz Buxoro telekanali hamda FM 101 Buxoro radiosi orqali to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatilmoqda. Mulohazali dasturimizda siz ham ishtirok eting. Savollar, murojaatlar bo'lsa, bevosita 65 kodi bilan 223 96 18 223 98 38 raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Elektron pochta belgisi Buxoro radio bot manzili uzra nomalarni yo'llashingiz mumkin. Savollar, murojaatlar ko'p. Xo'p, yana bir mehmonimizni demak tanishtirib o'tamiz. Ichki ishlar boshqarmasi, kiber jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi xodimi Dinoraxon Hoshimova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'p, endi keling bizga ayni damda tomosha qilayotgan, tinglayotgan muxlislarimizda kiber olamda bugun qanday yangiliklar bo'lyapti? Shu haqida to'xtalib o'tsangiz, ma'lumotlar bersangiz. Kiber jinoyatchilik shu har doimgidek qayta shu ogohlantirishimizga, targ'ibotlar amalga oshirishimizga yoki bo'lmasam televideniyada ham, ko'cha-ko'yda ham, har qanaqa tadbirlarda ham ogohlantirishimizga qaramasdan, o'sha fuqarolarimiz tomonidan o'sha firibgarlar bizning gapimizga ishonmasdan firibgarlarni o'sha tuzoqlariga tushib, gaplariga ishonib qolish holatlari hali ham tugamayapti. Kuni kecha o'zini omonatidan, fuqarolarimiz tomonidan o'zini omonatidan, uning nomiga, ya'ni o'zi borib bankdan kreditlar olib, o'sha firibgarlarga ikki og'iz gapiga ishonib, o'sha pullarni o'tkazib berish holatlari kechani o'zida ham 220 million so'm fuqaromiz, yoshlari 50-60 yosh atrofidagi fuqaromiz tomonidan nomlaridagi omonatlarni ham, undan tashqari bankka borib 100 million kredit olib, pullarni jami 220 million so'm pullarni o'sha soxta tradinglik, ya'ni pullarimni ko'paytirib olaman deb ishonib o'tkazib bergan ekanlar. Shu uchun o'sha fuqarolarimizga aytib o'tadigan, har doim aytadigan nimamiz, firibgarlar tomonidan aytadigan, ya'ni o'sha qo'yiladigan e'lonlarmi yoki bo'lmasam ovozli xabarlarmi, video roliklarmi, hech qanday o'sha firibgarlar tomonidan qo'yiladigan tahlikali yoki bo'lmasam oson pul topish yoki bo'lmasam ovoz bering shu kabi silkalar yoki bo'lmasam videolarga yoki e'lonlarga ishonmasliklarini, shaxsiy ma'lumotlarni
o'sha o'zlariga tegishli bo'lgan bank kartalari ma'lumotlarini, raqamlarini o'sha havolalarga yoki bo'lmasam o'sha Telegramda yoki Instagramda joylashtirmasliklarini so'rab qolardik. O'zlarining shaxsiy rasmlarini ham o'sha Telegram, Instagram ijtimoiy tarmoqlarida joylashtirib, shaxsiy ma'lumotlari orqali firibgarlar ularning nomlarida, ya'ni fuqarolarning nomlaridan firibgarlik jinoyatlarini sodir etib kelayotganliklari ham yo'q emas. Demak, saytda o'tgan voqea kuni kecha sodir bo'lgan, Kecha murojaat qildi. 220 million so'm pullarni ko'paytirib berish uchun shu 50-60 yosh atrofidagi bitta otaxonimiz pullarni o'tkazib berganlar. Nomlarida 120 millionga yaqin omonatlari bo'lgan. Omonatlardan tashqari 100 million so'm ipoteka bankka borib, kredit olib, rasmiylashtirib o'sha firibgarlarga uni ham qo'shib o'tkazib berganlar, pullarni o'tkazib berganlar. Bizga kelib murojaat qilyaptilar. Murojaat qilayotgan joylarida pullarni ko'paytirib berishlarini aytgan firibgarlarga buncha pul o'tkazib berdim deyaptilar. Bu yoqdan advokat sifatida yana firibgarlar u kishiga bog'lanyaptiki, pullaringni men qaytarib olib beraman, sen uchun mana buncha pul o'tkazishing kerak deb bu yo'q boshqa taraflarni ham o'sha firibgarlar tomonidan amalga oshirib kelinyapti. Ya'ni qarangda bu yerda fuqaromizni 2-3 xil tomonlama aldashga harakat bo'ladi. Ya'ni birinchisi pulingizni ko'paytirib beramiz. Xo'p, pullarni yechib oldilar. Fuqaro tabiiyki tahlikaga tushadi, jumbushga tushadi, qo'rquv bosadi va yo'qotib qo'ygan puli uchun achinishni boshlaydi va har qanaqa yo'l orqali bo'lsa ham o'sha pullarni qaytarishga harakat qiladi va shu jabhada aql emas, aksincha har qanaqa kimdir kelib yordam beraman degan fikrga tayanib qoladi va shu jarayon o'zida ular issig'ida qarang, u kiberjinoyatchilar nima qiladi? Advokat sifatida o'zini tanishtirib, yana o'sha fuqaroga yana qayta qaysidir o'zlarining yaqin akkauntlari, o'zlarining yaqin fuqarolarining lichkalari orqali bog'lanishib, biz advokat, biz sizga yordam beramiz va ushbu pullarni qaytaramiz, faqat kerakli mablag'larni ko'chirib bersangiz bo'ldi deganda fuqaro yanada o'ziga ishonchi ortib, o'sha fuqaro firibgariga, o'sha kiberjinoyatchiga aytilgan mablag'ini tezda zudlikda ko'chirib berish so'ragandan keyin o'zi pulim qaytadi degan bir umidda, ilinjda yana o'sha jinoyatchilarga, firibgarlarga o'sha aytilgan mablag'larni ko'chirib beradi va bu ikkinchi tomondan unga yana zarba bo'ladi. Demakki, qarang, bitta fuqaroni ikki tomonlama demak pullari yechilyapti. Demak, biz nima qilishimiz kerak bu jarayonda? Nimalarga amal qilishimiz kerak? Biz har dasturdan dasturga takror va takror yurtdoshlarimizga, fuqarolarimizga aytishdan charchamaymiz. Mana yana bugun ham shu narsani takrorlayamizki, hurmatli fuqarolar, hech qachon yodingizdan chiqarmang. Hech kim sizga pulingizni ko'paytirib bermaydi yoki hech qaysi xizmat, advokatlik xizmati, yuridik xizmat onlayn tartibda amalga oshirilmaydi. Ya'ni har bir jarayon yuzma-yuz fuqaroning o'zi bilan uning yuzi shaxsini ko'rib, shaxs tasdiqlovchi hujjati asosida rasmiylashtiriladi bu kunda. Onlayn narsalar, onlayn savdolar, onlayn pul ko'chirishlar, ya'ni suhbatlarga hech qachon ishonib qolmang. Aks holda mana hozir Dinarxon Hoshimova xodimimiz aytganlaridek, siz ham xuddi shu kuyga tushib qolishingiz mumkin. Yana bitta narsani alohida aytmoqchiman, Mersoba. Shunaqa fuqarolarimiz hozir biz balki eshitayotgandirlar. Yo'q, bu men bilan bo'lmaydi. Men o'zimga ishonaman. Ba'zi bir jabhada jamiyatimiz eshitayotgan fuqarolarimiz, ongli fuqarolarimiz yoki deylik kerakli mutasaddi tashkilot rahbarlari yoki oliy ma'lumotli bugungi kunda jamiyatda o'zini o'rniga, so'ziga ega insonlarimiz ham hattoki aldanib qolishayotganligi ham yaqqol misol. Ya'ni bizning boshqarmamizga, mana bugungi kunda kiberjinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasiga xuddi shu men aytgan insonlar ham kelib murojaat qilishmoqda. Hattoki ularning orasida endi nima deydi, men tanigan direktorlar, xalq tanigan insonlar ham bor ekanligi albatta bizni afsusga, nima deydi, tashvishga soladi. Demak, bu yo'lda nima qilamiz? Birlashishimiz kerak. Bu yo'lda bu targ'ibotni barcha jabhada amalga oshirishimiz kerak va aynan kiberjinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi xodimlari tomonidan, aynan boshqarma boshchiligida korxona, tashkilot, temir yo'l, oliy ta'lim, sog'liq saqlash yo'inki barcha korxona tashkilotlariga bular bugungi kunda kirib bormoqdalar. Ya'ni hammani qamrab olishimiz kerak, hammaga yetkazishimiz kerak. Ya'ni mana hozirgi aytayotgan fuqarolar 60-50 yoshda. Biz ularni ham nuroniylar, keksalar, yoshlar hammani qamrab olishimiz kerakki, demak bu narsani hamma eshitish kerak, bilish kerak, ko'rib, guvohi bo'lib, keyinchalik shu narsaga o'ziga immunitet shakllantirish kerak. Kibergigiyenani shakllantirish kerak.
albatta biz har dasturda bu mavzuda so'z yuritamiz. Yaqinda o'zim ham shu mavzuda endi biz ham ko'p mavzularda suhbatlashganda eshitib qolamizda, qarang. Haqiqatan ham bir jamiyatning faol a'zosi, yaxshi bir joyda faoliyat yuritadi, o'ziga xos so'zga, nomga ega bir insonga ham qo'ng'iroq bo'lgan, rus tilida suhbat olib borilgan, bevosita shaxsiy ma'lumotlar so'ralgan. Biz bank xodimimiz va siz kreditingiz bor ekan mana shu bankdan va mana shu bankdan bevosita bizga yordam bermoqchimiz, yaxshi taklif deyishgan va bu ishongan bu inson ham o'zini hamda ikkita o'z nomiga ochilgan plastik kartalarni raqamini tashlab berishgan, undan keyin pul tushgan va bevosita o'zi ham o'z qo'li bilan mana shu pullarni o'tkazib bergan. Biz bevosita dastur davomida bu haqda ko'plab shu mavzudagi misollarni keltirishimiz mumkin va aynan suhbat mana shunday davom etadi, mana shu tarzda olib boriladi. Ular o'zlarini shunday qilib tanishtirishadi desak ham, lekin baribir insonlar orasida, fuqarolar o'rtasida mana shunday aldovlar ham bo'lmoqda. Bu kabi holatlarga uchramaslik uchun targ'ibotni yana ham kuchaytirishimiz lozim deb o'ylayman. Albatta biz to'xtamaymiz. Dinaraxon, marhamat. Taniqli odamlar, ya'ni o'sha oliy ma'lumotli odamlar deganlariga bir nima keldi. Bitta fuqaromiz murojaat qildilar infeksioniyda. O'zlari shifokor, vrach bo'lib ish faoliyatlarini olib borar ekanlar. Qo'llarida bir 5-6 ta medsestra, ya'ni hamshira ishlaydi. Oliy ma'lumotli PhD yoqlagan bir shifokorimiz, endi ism familiyalarini aytmaymiz, shaxsga anaqa qilmaylik. O'zlari ular ham shu pulni ko'paytirish uchun pullarimni ko'paytirib olaman, mashina olaman, uyimni anaqa qilaman deb o'zlari pullarini ko'paytirish uchun 564 million, yarim milliarddan ko'p pul o'tkazib berganlar. Eng qizig'ini aytsam, 420 million so'm pulni o'tkazib berganlaridan so'ng 102 ga murojaat qilyaptilar, ichki ishlarga murojaat qilyaptilar onlayn. O'sha qo'ng'iroq orqali murojaat qilganlaridan keyin biz arizalarni qabul qildik, kelib chaqirtirdik, ularning murojaatlarini ko'rib chiqdik, hujjatlarni ko'rib chiqdik. Uylariga yuborsak, undan keyin bir hafta o'tyapti, har kun bir hafta o'tayotgan o'sha bir haftaning ichida har kuni $500 qarz olib, o'zlarining yaqin qarindoshlari, ham qo'shnilari, o'zlarining hamshiralaridan qarz olib, har kuni $500 pullarni o'tkazib berganlar. Undan tashqari murojaatdan keyin yana 100 millionga yaqin pul o'tkazib berilgan. Unda o'sha huquq tartibot organi xodimiman, sana pulingni qaytarib beraman deb o'sha firibgarni sherigi, ya'ni o'zi shu hamtavog'i nima qilib pullarni aldab, men sana pullaringni qaytarib beraman deb ishonchiga kirib, yana o'sha 100 million so'mga yaqin pul mablag'larini fuqarodan ixtiyoriy ravishda ularni hisob raqamiga tashab berishga undagan va fuqaromiz esa albatta bu narsaga yana ishonganlar, ilinganlar, ya'ni oxirgi zarurat tufayli yo'q qaytara olaman degan bir fikrda, vaholanki bu yana o'sha firibgarning ikkinchi turi, yana bu qopqon ekanligini tushunmasdan o'tkazib berganlar. Demakki, mana ikkinchi sabab ham, ikkinchi misol ham yaqqol fuqarolarimiz hozir bizni eshitib turgan bo'lsalar, yaqinlariga ulashishlarini, aytishlarini, ya'ni biz to'xtamasligimiz, oxirgi o'sha o'zimizni yaqinimiz, o'sha kattalarimiz bilan onamizmi, otamizmi, amakimizmi, ular mana 50-60 yoshdagilar mumkin ular ijtimoiy tarmog'ini kuzatishmas. Ular televizor orqali ko'p narsani kuzatishar. Lekin mana bugungi kunda mana shu kabi jinoyatlar qanaqa turlarda ekanligini biz orqali yetkazilsa, ya'ni ular telefon orqali balki hamma muayyan bir operatsiyalarni amalga oshira olmaslar 50-60 yoshdagi, lekin ular bitta bosgan tugmalari orqali o'zlariga ertaga o'sha hisob raqamlaridagi bo'lgan mablag'larni firibgarga o'tkazib yuborishlari mumkinligini inobatga olganda fuqarolarimizdan iltimos qilardiki, o'zi yoshi katta insonlarimizga mana shu huquqiy onglarni shakllantirib, ularga ana shu kelayotgan har qanday ijtimoiy tarmoqdagi havolalarni bilib bilmasdan bosmasliklarini o'rgatishlarini iltimos qilib qolardik. Albatta. Qadrli muxlislarimiz, dasturimiz davom etadi. 65 kodi bilan 223 96 18 223 98 38 shu bilan birgalikda elektron pochta belgisi Buxoro Radio Bot. Qo'ng'iroqlar bor, uzrimizni so'raymiz. Biz dolzarb mavzu suhbatimizni olib borishimiz zarur edi. Assalomu alaykum. Qadrli muxlisimiz, jonli efirdasiz. Assalomu alaykum. Navbatdagi qo'ng'iroq egasi. Assalomu alaykum. Xo'p, mayli, ovoz yetib kelmadi. Men esa elektron pochta belgisi Buxoro Radio Bot manzili uzra kelgan savollarni tezda o'qiymiz. Amirxon Fayzullayevdan kelibdi. Radar bor, lekin znak yo'q, shtraf keldi. U qonuniymi?
demak mazkur holatda Amirxon Fayzullayevga Buxoro viloyati ma'muriy amaliyot markaziga kelib murojaat qilishlarini so'rab qolamiz. Ushbu markaz tomonidan aynan har birta chiqarilgan qaror yuzasidan uning huquqiy asosi keltirib beriladi, ya'ni lokatsiyasi, o'rnatilgan yo'l belgisi. Ya'ni mumkin fuqarolarimiz tomonidan ayrim bir vaziyatlarda yo'q degan xulosa keltiriladi, lekin aslida har bir o'lchangan, har bir aniqlangan holat bu qonuniy, ya'ni ular huquqiy asoslangan, ularni o'zi bevosita qonunni nima deydi, tekshiruvchi organlar tekshirib turadi har kvartalda, har chorakda. Shunday ekan, agar shunaqa shubha bo'lsa yoki shunaqa tushuncha bo'lsa, marhamat, ma'muriy amaliyot markaziga kelib murojaat qilish imkoniyatlari mavjudligini eslatib o'tamiz. Assalomu alaykum degan yana bir noma kelibdi Abdumalik Nurmatovdan. Yaxshimi sizlar? Ximchan klinikasi orqasidagi ko'cha asfalt qilingan. Yo'lda mashinalar katta tezlik bilan, yuqori tezlik bilan haydab o'tishadi yo'ldan. Kichkina bolalar bor, yosh bolalar bor. Shuni chorasini ko'ringlar. Sun'iy notekislik o'rnatish kerakmi degan bir taklif. Ushbu taklif borasida Buxoro shahar yo'l harakati xavfsizligi demak boshqarmasiga xabar berishlarini, bo'limiga xabar berishlarini tavsiya beramiz va bu yerdagi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'i bevosita Vohidov Alisher akaga uchrab, ushbu yo'lni bu kishi borib o'rganib, ariza bilan murojaat qilsa ham maqsadga muvofiq va albatta zarurat bo'lsa ushbu yo'lda o'rnatish choralari ko'riladi. Chunki nimagaki, baribir har qanday holatda biz o'sha hududda xavfsizlikni ta'minlashimiz kerak. Bu hammaga, ba'zi bir haydovchilarimizga yoqmasligi mumkin, lekin yo'l tekis bo'ldimi, xohlaymizmi yo'qmi, haydovchilarimiz nima qilishadi? Transport vositasini tezroq harakatlanishga harakat qilishadi. Bu esa albatta xavfli. Shunday ekan, aholi yashash dahasi ekan. Mana menimcha ko'p yoshlar bugungi kunda havo issiq, yoz fasli, xohlaymizmi yo'qmi, hamma ko'chaga chiqib o'ynaydi, velosiped haydaydi, yayov yuradi yoki kimdir oilaviy sayr qiladi va bu albatta qandaydir noqulayliklar yoki baxtsiz oqibatlarni ham keltirib chiqarishi mumkinki, uni oldini olish uchun chora-tadbirlarni belgilashimiz shart. Va befarq bo'lmagan Abdumalik akamizga esa o'zimizda alohida minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz. Bizda yana qo'ng'iroqlar bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, qadrli muxlisimiz, jonli efirda eshitamiz sizni. Opajon, yaxshimisiz? Tashakkur, xush ko'rdik. Tanishtirib o'tasiz? Ismim Oqilbek. Mayor akamizga bir savolim bor edi. Savol, marhamat. Men o'tgan yil 2025-yil yanvar oyida Shveysariya davlatiga ishga borish uchun bir ayolga sherdan turib plastik kartamdan $2650 4 martaga yubordim. 2650 ayol kishiga. Ayol kishiga. Notanish ayolga. Safiya Rustamovna ijtimoiy tarmoqlardan tanishdik. Qaysi ijtimoiy tarmoq orqali? Ana bu WhatsApp orqali. Keyinchi? Keyin yana bitta erkak telefon qilib, ana sani Alo. Eshityapmiz. Rus tilida gap suhbat bo'ldimi? Rus tilida. Sani dedi, vizang meni qo'limda dedi, $1200 bersang agar dedi, sani vizangni olasan dedi. Siz yana $1200 keyin kartaga o'tkazib berdingiz. Yo'q, o'tkazmadim. O'sha birinchi marta o'tkazgan edingiz. $2650 shu paytgacha o'tkazgan edim. Yana undan tashqari $1200 so'raldi. Men bermadim $1200. Sразу kiber xavfsizlik jinoyatchilariga ariza qildim UVDga borib. UVDga borib ariza qildim, lekin shu paytgacha bir 7-8 marta meni chaqirdilar, UVDga chaqiradilar, u milisaxonaga chaqiradilar, lekin hech natijasi bo'lmayapti akajon, bir yordam qiling akajon. Xo'p, qarang, familiyangizni takrorlab oling, Oqilbek. Razikov. Oqil Hamidovich. Biz belgilab oldik Oqil Hamidovich. Demak, qarang, bitta narsani alohida aytmoqchimanki, bilasizki, ushbu jinoyatlarni aniqlash uchun jinoyatlar sxemasi kelib chiqishi, bular ya'ni muayyan joy noma'lum ekanligi, ya'ni bular ijtimoiy tarmoq orqali siz va bizni mana shunday bir firibgarlik yo'li orqali aldovlariga ishontirishga harakat qilishlarini va bu jinoyatlar ma'lum bir vaqt talab etilishini va bu jinoyatlarning ketish jarayonini mana mas'ullarimiz ham yonimizdalar. Albatta siz bilan yana bog'lanishib, batafsil
qanday tartibda ishlar olib borilayotganligi yuzasidan siz bilan suhbatlashishadi, tushuntirishlar berishadi va qanaqa yangiliklar borligini ham o'rtoqlashishadi. Ya'ni endi bilasizki, ba'zi bir jabhada tergov siri degan narsalar ham bor. Ya'ni birgina siz bilan bog'lanib qolmaydi. Ushbu jarayonlar bir nechta fuqarolar bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Ya'ni bu muayyan bir vaqtlarni ham talab qilishi mumkinligini inobatga olib, ya'ni har bir narsa albatta javobsiz qolmasligini, bu ayrim bir jabhada uzoqroq muddatlarni talab qilishni ham inobatga olib, siz bilan yana qo'shimcha ravishda bog'lanib, Oqilbek aka ma'lumotlar yetkaziladi. Biz yana alohida belgilab o'tdik va mana siz shu narsani ana qurboniga aylanganligingizni va ya'ni shu jabrdiydasiga, ya'ni mana pullarni ko'chirib berib, qanday ular turli xil yo'llar orqali insonlarni aldashga harakat qilishini yana bir bor misol keltirdingizki, hurmatli yurtdoshlar, qadrli teletomoshabinlar, mana ko'rib turibsizlarki, fuqarolarimiz hech qachon istamaydi mana halol topgan pulini mana shu firibgar ana o'zimiz bilmagan holatda, albatta hech kim xohlamaydi, firibgar bo'lsa hech kim xohlab uni kartasiga pul tashlab bermaydi, lekin biz qanaydir bir oxirgi zarurat tufayli bizga kerakli bo'lgan narsalar bilan ular murojaat qilganda mana shunday bir aldovga uchib qolishimiz mumkin. Demakki, yodda tuting, u firibgarlar sizga qanaqa yo'l orqali ta'sir qilish mumkinligini demak bilishadi yoki o'rganishadi. Shu orqali sizga imkon qadar yaqinlashishga, bog'lanishga harakat qilishadi. Mana ularning sxemasi qanday? Mana shu narsani inobatga olib, onlayn tarzda amalga oshirilayotgan har qanday operatsiyani avval o'ylang, keyin tugmani bosing yoki bir narsani o'tkazishdan oldin albatta uni huquq tartibot organi xodimlari bilan maslahatlashing. Bugungi kunda kal markazimiz bor. Qo'ng'iroqlarni bir ana eslatib o'tsangiz raqamlarini, menimcha 112 raqami orqali ham kol markazimiz orqali to'g'ridan to'g'ri bog'lanish imkoniyati mavjud. To'g'ridan to'g'ri mana shu orqali ham bog'lanish imkoniyati egasiz va shu ma'lumotlarga ega bo'lib, o'zingizga ishonchni hosil qilgandan keyin amaliyotni amalga oshirsangiz, bu nur ustiga alo nur, maqsadga muvofiq bo'ladi, ko'nglingiz ham to'q bo'ladi. Hurmatli mutaxassislar, endi ushbu fuqaromiz murojaat qilganlar yana qayerga murojaat qilishlari kerak? Biz belgilab oldik, demak murojaatlar bevosita bar boshqarmada mavjud. U kishiga tegishli bo'lgan raqamlar, u kishining yashash manzillari, ma'lumotlari bor. Ma'lumotlar bor. Biz mana belgilab oldik, o'zlariga tegishli bo'lgan familiya, ime, otchестволарni va xodimimiz o'zlari ham bevosita dastur yakunidan so'ng shu bilan bog'lanib, qolgan o'sha jarayonlar men aytgandek ko'rib chiqiladi. Tashakkur deymiz javob uchun. Bizda esa qo'ng'iroqlar bor. Assalomu alaykum. Qadrli muxlisimiz jonli efirdasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat, tanishtirib o'tasiz o'zingizni? Shofqondan G'olibman. Savolingizni eshitamiz tezda. Savolim ikkita so'ng oldinga savol bergan edim, ulug' ish qurilayapti. Nima bo'yicha peshxo emas, u do'ngicha bo'yicha. Lekin natijasi bo'lmadi-da. Xo'p. Yo'q, endi men boshida ham aytib o'tdim, G'olib aka, ya'ni ruxsat etilayotgan nuqtalar bor, ruxsat etilmayotgan nuqtalar bor. Shu narsani znak qo'ygan-ku. Tushundim. Znak bo'yicha mana bizada avtoyo'l belgi degan demak zavod bor. Shu zavod tomonidan belgi yuboriladi, ya'ni ishlab chiqariladi. O'sha narsa kutilmoqda va bu albatta tez orada kelgan zahotiyoq o'rnatiladi. Mana shu narsa. Ikkinchisi, znak qo'yilgan bo'lsa qo'yiladimi? Ha, qo'yiladi. Keyin peshxod bo'yicha savol, u ham natijasi bo'lmadi. O'sha yerga peshxod ham qo'yilgandi znagi. Bolalar maydonchasi bor-da u yerga. U ham bo'lmadi. Keyin yana taklifim bor. Marhamat. O'sha 8-9 kilometr aralig'iga nima bor? Cho'raya, xalq tiliga cho'raya deyiladi. O'sha cho'rayaga svetofor qo'yishni iloji yo'q. Bu masala bo'yicha demak Shofirkon tuman yo'llardan foydalanish tark korxonasiga ariza orqali murojaat qilish so'raladi. Fuqarolar mahalla bilan birgalikda, chunki bu borib o'rganiladi. O'sha человек faktor, o'sha soat sutkasiga, minutiga mashinalarning o'sha transportlardan o'tib qaytishi ahamiyati, yo'l transport hodisasining kelib chiqishiga sabablar mavjud emasligi, ya'ni bu bir kunlik yo bir soatlik jarayon emas, bu bir oylik jarayon ham emas, bu ma'lum bir muayyan muddat o'rganilib, so'ng xulosa qilinib, keyin smeta hujjatlari rasmiylashtirib, pul mablag'lari hukumat tomonidan o'sha dastur doirasida yangi yil rejalari asosida ko'chirilgandan keyingina o'rnatiladi, chunki bitta svetofor o'rnatish uchun ham juda ham katta mablag' talab etiladi. G'olib aka, shu narsani ham inobatga olishingiz albatta so'raladi. Ya'ni bu oz vaqtni emas, ko'p vaqt talab etiladi. O'rganishlar natijasidan keyin demak murojaatlari bo'yicha biz yechimlar murojaat yechimsiz qolmaydi. Murojaatlar albatta yechim topadi. Bizda qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
eshityapmiz. Eshitilyapti ovozingiz. Marhamat, tanishtirib o'tasiz o'zingizni. Man pensiyadagi Karimov bobo Anvarman. Menda savol bor edi. Trust Bank degan bank bor. Shunga Trust Bankga pul o'tkazib onlayn o'tkazib qo'yganmi, pullar firibgar emasmi? Ha, omonat qo'yganlarda endi. Ha, omonat, onlayn omonat. Qo'yishdan oldin so'ramadingizmi shu? Endi qo'ygandan keyin so'rayapsiz. Yo'q, endi ular u Center Bankdan, Markaziy bankdan registratsiya olgan, ularga ishonib. Ha, mayli. Karimov bobo, Anvar bobo, yoshi nechida? Alo, Anvar bobo. Eshityapman. Yoshingiz nechida? 75 ta. 75 yil uzoq umr ko'ring. Sizni ham yoshingizga biz ham yetaylik. Hech qanaqa xavotir olmang. Transbank haqiqatan ham u bank, u hech qanaqa noqonuniy bank emas. Xavotir olmang. Agar nimadir o'sha omonat qo'ygan bo'lsangiz, u qonuniy, hech qanaqa himoyalangan, davlat tomonidan muhofazalanadi, himoyalanadi. O'zlari tomonidan agar pullarni olib firibgarlarga aldanib, o'zlari tomonidan o'tkazib berilmasa, biror bir yo'l orqali onlayn tarzda hech kim uni tegib olib foydalana olmaydi. Qonuniy Anvar bobo, hech qanaqa xavotirga o'rin yo'q. Rahmat sizlarga. Ko'nglingiz to'q bo'laversin. Salomat bo'ling. Alloh kayfiyat yor bo'lsin. Qadrli muxlislarimiz, Yo'l aka dasturini Buxoro telekanali hamda FM 101 Buxoro radiosi orqali tomosha qilyapsiz, tinglayapsiz. Xo'p, iltimos kelibdi bitta. Qarang, murojaat bor, taklif bor, savollar bor. Elektron pochta belgisi Buxoro radio bot manzili uzra bizning faol muxlislarimiz iltimos shu dasturni vaqtini ko'proq qilishlaringizni so'rayman. Xo'p, mana sizning nomangizni bevosita men jonli dasturda o'qib eshittirdim. Chunki qarangda, bugun navbatdan tashqari Yo'l aka dasturini efirga uzatsak ham murojaatlar juda ko'p, telefonlar tinmayapti, nomalar ham ko'p va o'ylaymizki, albatta fuqarolarimiz uchun, yurtdoshlarimiz uchun ushbu dasturimiz manfaatli bo'lyaptiki, takliflar, savollar tinmayapti. Qadrli muxlislarimiz, tomosha qilishda, tinglashda davom eting. Bu sizning loyihangiz Yo'l aka dasturi. Bizda esa qo'ng'iroq bor. Navbatdagi muxlisimiz, assalomu alaykum. Jonli efirdasiz, tezda bizda vaqt kam qolyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat, tanishtirib o'ting o'zingizni. Eshityapmiz sizni. Assalomu alaykum. Jonli efirdasiz. Ulug'bek Jamolovich. Eshitaman sizni. Sizga savolim bor. Malikman, Buxoro shahridan. Malik aka, marhamat. Savolim bor. Mana yaqinda o'sha voqeadagi nima qildik? Kiberjinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi respublika bo'yicha 0,5% ochibdi shu jinoyatlarni. Bizning viloyatimizda necha foiz tashkil qiladi? Keyin nima uchun shu kiberjinoyatchilik nimasi ochildi-yu? Keyin mana bu aniqlash foizi juda past. Bu qanaqa himoya qilish mumkin fuqarolarni? Katta rahmat. Shu savolimga javob bering. Xo'p, bo'ladi. Demak, quyidagi javob beraman. Xabaringiz bor. Mana adashmasam 1,5 oy oldin muhtaram yurtboshimizga bizning ichki ishlar vazirimiz hamda o'shaning birinchi o'rinbosarlari tomonidan taqdimot qilindi va taqdimotda aynan siz aytgan kiber jinoyatlarning o'sha demak fosh etilish darajasi va ushbu jinoyatlarning turli xil yo'llar orqali fuqarolarimizga zarar yetkazilayotganligi to'g'risida va ushbu jinoyatlarni oldini olish uchun bizga malakali mutaxassislarni yana jalb qilish, ishga olish va uning o'sha ochilish samaradorligini oshirish borasida takliflar berildiki, muhtaram yurtboshimiz barcha berilgan takliflarni ma'qullab, biz uchun, tizimimiz uchun, fuqarolarimiz uchun, xalqimiz uchun barcha shart-sharoitlarni yaratib berdilar va bugungi kunda kiber jinoyatlarga qarshi kurashish demak ilgari o'sha boshqarma bo'lsa, bugungi kunda departament qilib tashkillashtirildi va departament boshlig'i yangidan joriy etildi va boshliq tayinlandi va joylarda, tumanlarda, viloyatlarda departament demak huzurida demak kiber jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmalari va ularning xodimlari ko'paytirildi. Ya'ni ilgari 25 nafar bo'lsa, hozir yana birga bir ko'paytirildiki, bu ham bo'lsa erta tor doiradagi mutaxassislarni bugungi kunda jamlashlar olib borildi va ushbu mutaxassislar demak aynan ushbu jinoyatlarning kelib chiqish sabablari, ularni ochish darajasi borasida demak kuchaytirilgan tarzda demak endi
ochish jarasida mana ochilishini so'radingiz-ku malika, mana shu ochilish borasida biz endi ishlarni kuchaytiramiz, ya'ni to'ppa to'g'ri uni ochish darajasi kam foizi nimada ediki, ushbu jinoyat biz uchun yangi jinoyatlar sifatida kirib keldi, ya'ni biz ularni qayerdaligini, nimaligini, kim ekanligini bilmaymiz, lekin bu virtual olamda yuz beryapti, ya'ni virtual olamda yuz berdimi, biz uchun ham virtual olamni biluvchilar, ya'ni IT sohasida kuchli programmistlar kerakligini talab qildiki, mana bugungi kunda bu narsa bo'yicha hukumat tomonidan aniq rejalar ishlab chiqilib, chora-tadbirlar belgilandi, mutaxassislar jalb qilindi va albatta tez orada buning natijadorligini Malik aka ko'ramiz va fuqarolarga qaytanga Malik aka buni nima uchun ochilmayapti degan fikrda emas, aksincha biz iltimos qilib qolardikki, aldanmaslik, uni propagandasi, uni targ'iboti yo'lida birlashishga albatta chorlab qolamiz. Lekin to'ppa to'g'ri tanqid bu to'g'ri, bu ochilmasligi hammani tashvishga solishi shart. Shu jumladan barcha mana bugungi kunda soha mutaxassislari buni ochish darajasida ketyapti. Qadrli muxlislarimiz, vaqt oliy hakam deyishadi. Dasturimizga ajratilgan vaqt o'z poyoniga yetib boryapti. Men bugungi mehmonlar bilan sizlarni yana bir bor tanishtirib o'taman. Dinoraxon Hoshimova hamda Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati rahbari Ulug'bek Shukurlayev savollarga javob berib o'tdilar va xulosaviy fikrlarni aytib o'tmoqchiman. Bugun juda ko'plab qo'ng'iroqlar bo'ldi. 10 ga yaqin murojaatlar, savollar, takliflar bo'ldi. 7 ta taklif bo'ldi. Ular hammasi yozib olindi va ularning ijrosi bo'yicha biz dasturimizning keyingi sonlarida ma'lumot berib o'tamiz. Dasturni efirga uzatishga yaqindan yordam bergan texnik ijodkorlarimiz bor. Albatta ularning ismlarini ham aytib o'tishim lozim. Rejissyor Umid Rasulov, bu kishiga yaqindan yordam bergan Ulug'bek Hasanov, Farruh Fatullayev, Feruzbek Rajabovga o'z tashakkurimizni izhor etamiz. Tasvirchilar jamoasi Fozil Rajabov hamda Baxtiyor Salomov. Telefonlarni bizga bog'lab bergan Xosiyatxon Muhsinova. Yo'l aka dasturni tingladingiz, hamroh bo'ldingiz, ba'zi bir nomalar qolib ketdi. Dasturimizning keyingi sonlarida albatta ularni o'qib eshittiramiz. Qadrli yurtdoshlar, hurmatli teletomoshabinlar, hurmatli radio tinglovchilar, dar haqiqat qisqa bir soat ichida biz sizlar bilan mazmunli suhbatlar o'tkazdik va fuqarolarimiz, yurtdoshlarimiz tomonidan o'zlariga kerakli bo'lgan fikrlar, takliflar, savollar yo'llandi va har bir aytilgan, berilgan fikrlarni biz belgilab oldik. O'ylaymanki, kelgusi dasturgacha o'z ijrosini topgan yechimlarni biz sizlarga yetkazamiz va eng asosiysi doimiy ravishda o'zingizni asrashingizni, qoidalarga rioya qilishingizni va hech qachon kibr hujumlarga uchramaslik uchun kelgan har qanday havolalarni bosmasliklarini so'rab qolamiz va albatta yo'l-yo'lakay dasturini hech qachon o'tkazib yubormang. Bizni kelgusi seshanba kuni ko'rishda davom eting. E'tibor uchun tashakkur, qadrli muxlislarimiz, salomat bo'ling.